Qarindoshlarım, tanishlar-ishlarim. Kayfiyatlar yaxshiman. Hammalaringizga omad tilayman. Buyulam nasib qilgan ekanda shu bir Chorvoq tomonda kelib, rizq nasibamizni terib ketishlik. Xudo xolasa bugun ana shu tog'ga chiqishni niyat etdik-da. Bizda turgan lokatsiya mana shu yer. Lokatsiya Shervot, Qaranqul degan mahalladan keyingi Shervot degan mana shunday yer bor. Bir demolatadigan yer hudud. Lekin bu bizga o'xshagan qarapayin oddiy ishchi xalq uchun emas. Bu puli bor, normalniy summa pul tushib turgan odamlar keladigan yer ekanda bu yer. Bizlarga endi Alloh taolo beraman desa beraveradi deganday ishlashga keldik. Shu yerda yaxshi bog'damiz. Bog'. Alloh taolo rizqimizni butun qilib qo'ygan ekan. Bog'ga kelib, hamma narsa pishib, tushib to'kilib yotgan bog'ga keldik. Bu yoqda Chorvoq suv ombori bor. Mana yerda mana tog' bor. Xohlasa shu Chorvoqqa keladigan glavniy trassa yo'l. Manzara zo'r bo'lib turibdi. Manzara zo'r. Mana Shervot Resort dam olish maskanida qiziquvchilar uchun mana nomerlari, boshqasi. Pastlikda daryoning bo'yinda, suvning bo'yinda bizlarda ishlab turgan hududimiz. Hammaga omad, ishlarni rivoj.